L-karnitin mahsuloti yurak-qon tomir kasalliklariga beriladi. Ozishga yordam beradi. Yurakni yog' bosganda, jigarni yog' bosganda yog'larni eritish uchun xizmat qiladi. Albatta, bu mahsulotni ichgandan keyin 30 daqiqadan keyin harakat qilish kerak, fiziskiy harakat bo'lishi kerak, chunki harakat qilmasak hech qachon yog'lar erimaydi. Albatta, buni ichiladi va yog'larni eritish uchun yoki mashq yoki velosiped yoki yugurish, yurish, xullas qanaqadir mashqlarni bajarishinglar kerak. Ozish programmasida beriladigan mahsulotlarimizdan biri L-karnitin mahsulotlari. Hattoki ginekolog vrachlarimiz homilador ayollarda patologik holatlarda, masalan, homilani suvi loyqalangan vaqtda buni tavsiya qilishadi. L-karnitin mahsulotni mutlaqo tabiiy, bezarar eko mahsulot hisoblanadi. Siberian Wellness.